davlat och! Qilib ketdimi? Och! Ushbu ko'rib turgan marazliligini meni ichiga bemalol sig'dira oladi. Xitoy mahsuloti 3 yillik kafolatga ega. Ishlarini esa ko'ringlar. Alikafon. Oziq-ovqatlarni sifatli va salqin qilib, ta'mi o'zgarmagan holda bemalol saqlab bera oladi. Necha litr deysizmi? 268 litrlik hajmga ega. Ichidagi mana setkalar esa mustahkam. Har qanday og'ir oziq-ovqatni va mahsulotlarni bemalol ko'tarib berishga kuchi yetadi. Undan tashqari, garantiyali talonlari ham bor va qolaversa, agar yosh bolalar ochib o'ynamasligi uchun qulflab qo'ysangiz ham bo'ladi. Eng asosiysi, buni ichida faqat go'sht emas, muzqaymoq moddasini, har qanday oziq-ovqatlaringizni ham bemalol saqlasangiz bo'ladi. Tadbirkor akalarimiz diqqatiga, hayit bayramiga go'sht xarid qilib qo'yib turib, qayerda saqlasam ekan deb o'ylab yurgan bo'lsangiz, aynan mana shu marazlik sizlarga as qotadi. Arzonchida arzon narxlarda ulgurib qolinglar. Demak, bizda bundan 2 xil modeli bor. 326 hamda 338. Atrofda 5 million, 5,5 millionga sotilayotgan aynan mana shu marazlik arzonchida arzon narxlarda. Demak, 326 modeli 4 million 490 ming so'm, 338 modeli esa 4 million 590 ming so'm. Ulgurib qolinglar. Aytgancha, faqat mana shunaqa marazlikmi, boshqachasi yo'qmi, boshqa rangi yo'qmi deydiganlar uchun bor albatta mana kapalak varianti ham hamda sandiq varianti ham bor. Ulgurib qolinglar. Arzonchida arzon narxlarda. Batafsil ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qiling.